Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalar va opa-singillar, yaxshimizlar, tinchmizlar. Aka-ukalarimiz, sizlarga ish chiqaryapman Moskvadan, Monolitdan. Mana YouTube tarmog'ida meni o'sha ancha vaqtdan beri ko'rmay qolganlaringiz, bir oyda bitta yoki ikkita video chiqaryapman. Hozir mana sezon boshlandi. Monolitdan ish chiqaryapman. Ushbu videomizni oxirigacha ko'ringizlar. Bu yerda kattalar ish yuritayotgan akalarimiz bilan birga turibman. O'zlari yuzlari bilan chiqib, mana sizlar bilan o'zlarini tanishtiradi. Ishonchli ishligi uchun akalarimiz ishchi akalarimiz qabul qilishni boshladi. Bu yerga juda ko'p bolalar ishchi akalarimiz kerak. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, like bosib tomosha qilsalaringiz, hozir video davomida sizlarga tushuntirib, tanishtirib boramiz. Shodmon akamiz Tojikistondan, o'zimizda Qabadiyondan bo'ladi. Hozir so'raymiz bir-ikki oz. Assalomu alaykum Shodmon aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Shodmon aka, hozirgi kunda nechta odam kerak bo'ladi? Danli время. Danli время срочно bizga 20 ta 30 ta odam kerak. Dokumenti bilan, Moskovskiy patent, hamma dokumentlari bo'lish kerak. Uydan yangi kelganlarga qanday usloviyalar bor? Uydan yangi kelganlar uchun patentiga yordam qilamiz. Patenti chiqqunicha yotoq joy bilan ta'minlab turamiz. 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlaymiz o'zimizning hisobimizdan. Patentni olgandan keyin ofitsialniy оформить qilib ishga chiqaramiz. Tushunarli. Bungacha kutib turish kerak. Kutib turish kerak. Tushunarli. Undan keyin dalshi qancha odam kerak bo'ladi? Dalshi bizga hozir dal keyingi obyektlarga 100 ta 150 tagacha odam kerak bo'ladi. Chunki bu yerlar kattaradi. Hozir mana ko'rib turgan joylaringiz qozilib ketyapti. Bir oylar ichida tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu tarafni ham agar ko'rsatsangiz, bu taraf ham qoziladi keyin. Ko'rsatib qo'ying kamerachi bu taraflarni. Atrof juda katta muhit, bu yerda juda katta obyektlar bo'lyapti. Front katta. Front katta bu yerda. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'k kranlar ham turibdi, bir tarafda ham obyekt. Aka-ukalar, obyekt bu yerda juda katta, ko'p obyektlar tushyapti. Bu yerda tanish bilish, bolalar ham ishlab yuribdi. O'zimning yaqinlarim ham ish yuritadi. Bu yerda ish yuritayotgan brigadir akamiz Faxriddin aka bo'ladi. Tojikiston Qabadiyon nohiyasi Chirik qishlog'idan, Chirik city deb ta'minlangan joydan. Assalomu alaykum. Faxriddin, yaxshimisiz? Zo'r, shukr. Hozir qanday bo'lyapti bu yerda ish? Объем часовой. Hozir endi nasib bo'lsa mana chasovay tugadi, endi объем nasib bo'lsa mana bugundan объем. Shu Shodmon akamiz aytganda 20 ta 30 ta bolalar az srochna kerak, to'g'rimi? Srochna 20 ta 30 ta odam kerak, armaturchik. Puldan muammo yo'qmi? Puldan yo'q, muammo yo'q. Sizlar yozishlaringiz mumkin. Yaxshi joy reklamaga muhtoj bo'lmaydi, kidalo joyda chiqarasan. Aka-ukalar, bir nimani tushuningizlar. Hozir situatsiya yomon bo'lib yotibdi. Aeroportdan kuniga necha minglab odamlar qaytib ketyapti. Odam kamayib ketgan, migrantlar soni. Ish joylarida usta bolalar, ishchi akalarimiz yetishmaganligidan kimdir ish topolmay yuribdi, kimdir odam topolmay yuribdi. Reklamaga muhtoj bo'lyapti stroykalar, ish joylar. Shuning uchun biz kelib reklama qilyapmiz murojaat qilgani uchun. Shuning uchun keng fikrlaringizlar, har qanday xayolga bormangizlar. Aka, qarang. Hozir bu yerda 20 ta 30 ta odam kerak. Qatlamondan ob'yom ketyapti ish. Bolalarga kuniga qanchadan qanchagacha yozasizlar ishiga qarab? Ishiga qarab 5 mingdan 5,5-6 minggacha yozamiz. Endi statiya emas, optiga qarab. Optiga qarab. Ha. Keyin yana undan ko'tariladimi yaxshi ishchilar? Yaxshi ishlar bo'lsa ko'tariladi undan. Ob'yomga qarab. Ob'yomga qarab, ha, betonga qarab, qancha qo'ysak shunga qarab. Dalshi yana 100 dan ziyod odam kerak. 100 dan ziyod, ha, 100 dan ziyod 150 tacha odam kerak. Qaysi biringiz nomeringizni qo'ying? Ikkalangizga ham qo'yiladimi yoki sizniki? Mayli, menikini qo'ying, men o'zim pramo gaplashaman. Mana Priyama Shodmon akamizga telefon qilaverasizlar. Ishga agar kimgadir ish kerak bo'lsa, Tojikistondan, O'zbekistondan o'zlaringiz biletlaringizni olib kelsalaringiz kutib oladi, obshitka joylashtiradi, qo'lingizga 30 ming rubl beradi avans pul, patentingiz uchun borib topshirib, patentingizni olganingizcha kutib yotasiz. Bu yerga chiqib ishlab bo'lmaydi. Agar aka-ukalarimiz kimdir kelib, mashinliklik qilib, uxlataman deydigan bo'lsa, telefon qilib o'tirmangizlar. Bir xil patent olib suraveradi-da, shunday bolalarga tegishli bo'lgan. Buni yerda ko'nglida dars ishlab, yaxshi soqqan bosib ketaman degan ishchi akalarimiz bo'lsa, kengizlar yordam qiladi. Patent olgandan keyin ishga chiqingizlar, avanslaringiz, patentingizni olayotganda yana 10 ming rubl pul beradi, patentingizni borib olish uchun. Yeb ichaman desiz, 40 ming rubl o'sha avansdan yordam qilib turadi. Keyin dash bu yerda ishlaysizlar, ishlab uzasizlar, oyliklaringizdan ushlab qoladi. Buni shunday sharoitlari bor. Hozir aka-ukalar, ishchilar yetishmay qolyapti-da, to'g'ri tushunasizlar. Hali nasibsa ko'p joylar bor. Metro Novogiriy yana boshqa joylarda yangi obyektlarda ish ketyapti. Chiqarib boramiz, kuzatishda davom etingizlar. Shodmon akamizda telefon raqami ekranga qo'yilyapti. Ekranda ko'ryapsizlar. Aylantirib video qilib kadrga ko'rsatyapman. Kelib ishlashlaringiz mumkin. Yana qanday gaplaringiz bor Shodmon aka? Gapimiz qisqa, ishlaydiganlar, mehnat qilib, oyligini olib, vaqtida uyga jo'nataman deganlar kelsin,
postoyanno ishlasin. Kim hunarini ko'rsatsa, hamma xursand bo'lib chiqib ketadi bu yerdan. Kamida 2 yillik ish bor bu yerda. Kamida 2 yillik xudo xolasa ish bor. Anaqa siz nima deb qolasiz? Men shu ishlaydigan bolalar bo'lsa kelsin, пожалуйста, ishlasin. Birga bosamiz, ha? Birga nasib, ha, inshaalloh. Kelasizlar, nasib bo'lsa soqqani bosasizlar.